Babajon, yana nishonli tayyorlayapsizmi? Ha, nishonli tayyorlayapman bolam. Men ham nishonli tayyorlasam bo'ladimi? Ha, siz ham tayyorlasiz bo'ladi bolajonim. Nima uchun nishonlarning rangi oq bo'ladi? Nishonlarning Ramazonda insonlarning ham qalbi shunday oppoq bo'ladi. Shuning uchun Ramazondagi nishonlarimiz ham shu oppoq bo'ladi. Meniki ham oqmi? Ha, sizniki ham oq. Men ham yaxshi amallar qilsam bo'ladimi? Ha, siz ham yaxshi amallar qilsangiz bo'ladi. Mana hozir narigi ko'chamizdagi Zubayda xolingiz bor-ku? Shu xolingizga mana shu nishonlarni olib kirasiz. Anchalardan beri yolg'iz yashaydi. Yaxshi ham mahallada ijtimoiy xodim bor ekan, yolg'izligini bildirmayapti. Mana shuni olib kirib, siz ham duolarini olib chiqing. Bo'ladi, bo'ladi.